Ko'pchilik kutgan temir mexanizmli oyoq kiyim qo'yadigan shkafimizga yangicha turdagilar yetib keldi. Ko'rishingiz mumkin. Hozirgi paytda ushbu oyoq kiyim qo'yadigan shkafimiz 24 talik ikkalasi ham. Bu yoq tarafda 18 talik variantlari ham bor. Ko'rishingiz mumkin. 3 qavatli hisoblanadi bu. Bu 18 taligi, 3 talik anaqasi, bu tortmalini 2 talik varianti. Ko'rishingiz mumkin. Bu ham sifatli temir mexanizmdan foydalanilgan. Bu xuddi shuni tortmasiz varianti, 2 talik oyoq kiyim qo'yadigan shkafimiz. Bular pastga ochiladigan barlilar, ko'rishingiz mumkin va temir mexanizmli oyoq kiyim qo'yadigan shkafimizning 3 talik varianti. Bu yengilcha turdagi hisoblanadi. Bunga shu kichkina bo'lishiga qaramasdan 2 talik jami 18 ta oyoq kiyim sig'adi, tepasidagi tortmalar bilan birgalikda. Bu shuni tortmasiz varianti 3 talikdagi. Bu ham yengilcha mahsulotimiz, hozirgi paytda nalichida tayyor. Narxiga keladigan bo'lsak, bu ikkita eshikli hisoblanadi. 750 ming so'm va bunisining narxi 800 ming so'm, bunisiniki 900 ming so'm, buniki 800 ming so'm. Telegram kanalimizda batafsil narxlari bor, yana aytib o'tyapman. 700 ming so'm, buni narxi 800 ming so'm tortmaliniki. Bu 3 talik variant 900 mingdan, bulari 1 million 200 mingdan. O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz mutlaqo bepul. Hozirgi paytda nafaqat bu tovarlar, balki boshqa turdagi tovarlarimiz ham bor. Telegramga o'tib ko'rishingiz mumkin. Dastavkamiz mutlaqo bepul.